Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, ahli mo'min musulmonlar, yurtdoshlar, barchangizga xayrli kech. 27-yanvar sanasi biz bugun mana shu kunda dunyoga kelgan eng latofatli xonimni, volidai muhtaramamizni tabriklab xursand qilamiz. Xayri nisob va bugun mana shu chiroyli kunlari bilan muborak 66 yoshlar bilan tabriklaymiz. Farzandlari, jigargo'shalari, Nuriy dedalari nomlaridan Javohirxon, Shohidaxon, Jovidxon, Sherzodxon nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Biz bilan bo'ling birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz yurtdoshlar. Barchangizga xayrli kech, yoqimli ishtahalar tilaymiz. Bugun biz Kilovatsiya pozdravleniya agentligi mana shunday chiroyli restoranlarga tashrif buyurishimizning asl sababchisi bugun kim tug'ilgan kunni nishonlayotgan bo'lsa, barchangizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Va shu bilan bir qatorda sizlarning onalaringizda yana bir tug'ilgan kun sohibasi bor ekanlar. Xayri nisob va bitta guldiroz qarsaklaringiz bilan davrimiz markaziga hurmat va ehtirom bilan chorlab qolamiz. Marhamat xayri nisob va keling, yaqinlari yo'llariga marhamat kelamiz birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum. Zodirizoton muborak boshad. Umrisam xushro'zoton ba. Zodirizoton ba. Az nomiki tabrikom deb bedunaysiz. Az nomi Amerika va budagi, Kanada va budagi bachchakon budagista. Azizlar, bitta qarsaklaringiz bo'lsin, to'g'ri bilinchi ganda Javohirxon akam nomlaridan, Shohidaxon kelib boshangiz, Jovidxon, Sherzodxon nomlaridan tabriklab keldik. Hozirjomizdan kelgan bachaningiz bo'lsa faqat Javohir akam kating. Bu hammaning farzandi ushmoki gapingizdan. Chigufta tabrik kunam, chixel gap vaqti ta'rifchi ham kutagan bu. Biz barey muhim dunyodagi eng bebaho odam. Mana oyajonam. Mana dunyodagi eng nag'zmidagi volidim. Mana dunyodagi bebaho jannatam. Oyajonam Zodirizoshon, ilohim sad badaron, soyaboni saram ushuda gardan. Man judayam nag'znam oyajonama, ilohim saramda sog' salomat gardan. Yo'lajon yakta gapimni обязательно rasondam uni. Har ro'z xudoshomga telefon bukunam, yakta mona va yo'mas. Oyamash mona nag'z bilan gufta har ro'z magamu, lekin durbo budagi ham azob bityat. Umriz Zodirizoshon, xushro'zoshon oyajonama, yonashon banayman. Yakso bo'lsa modarimana dedim. Har ro'z gap mezanam. Faqat bashon bu sevishdan atonisem. Diydorashon kamiga kaysas hazoron bor uzurama rasonet. Biz ham xushro'zoshon va oyajonim va yonashon ba ne'mat. Mana gulam, mana jannatam, eng nazmiddagi insonam. Man qasammushdagi bosham, ammadan ziyod azob mekashdagi odam. Man xursandsham, ammadan ziyod xursandmushdagi odam. Mana oyajonim. Bu hamchuning yaktachiza yurtdagi tona mehxam guftan. Mana padari azizam man. Eng nazmiddagi insonam. Muhammadxon mona dadajonim, padari azizam. Mona 95 tarkadagi man yaktachiza hamda yurtdagi tona xostam. Oyajonim posponashon budan, mog'ona dilamona quvvatashon dadajonam budan. Ilohim go'zal ruhashon shod shod. Hamma vaqt mona yodamon ba inkas guftan. Tabrik qadam. Ancha munosib. Bu hamchuning hamma yodga istodanak shuni tabrik qadanu, yakun mo'chiran va hamisha kutaga tonama ham guftan oyajonam bu yak gapimni asolat guftan mog'oni mi dunyoyim yo'lish istodi. Dunyo bu ovardagi ishlar borish vaqt o'tashona guftan monet guftan. Bu hamchuning bu yakda gapimni asolat guftan. Volidim va yakta chiz juda ham azob bityat. Hamma farzandoshon yaxlik xavotir migiran. Yagros yakta ona bu savol dodagi budim. Qadom farzandata nag'zimning guftan ba, qadomash safar va boshad to gashta ondigesha ana munasha. Qadomash bemor boshad to naqshidagesha ana munasha. Qadomash amman durba xavotir va boshad to yonam bu onda dilama tinch qadagesha ana munasha nag'zimdan guftagi budim. Man oyajonam mehrashon boshidan mekham, rozi qadan mekham. Volidim nag'zimdan gufta. Yakun mo'chirga barish moduniyodagi eng xushro gulaya bu britskadan. Chi gufteti ham kutagan be yo'lajon guli jivoy nakstigi yakta sabab boshas kutan. Man oyim yashakadan ametonam. Hamin gapimni rasonet nag'zimdan guftan. Guli искусственникdagi sababashki hamin globalin hamma vaqt kishoda shudagandan hech qay so'lina kunan. Dardu do'xashona nishonatiyat xudoy mehribonamdan. Bitta qarsaklaringiz mana shunday chiroyli gullar. Volidai muhtaramalar uchun, onajonlari uchun tayyorlagan ekan. Marhamat azizlari, yaqinlari yuzlardan o'pib taklif qo'yishingiz mumkin. Bugun tug'ilgan kunlari bilan. Vaziyat rождения, happy birthday oyajon. Marhamat yaqinlar, yuzlardan o'pib taklif qo'yishingiz mumkin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bir chiroyli 4 qator she'r yuborgan ekanlar. Agar ruxsat et az nomi farzandonaton, Jovidxon akam, Shohidaxon keling boshi To'ng'oxidxon bu hamma farzandonaton az nomashon. Hamisha sho'xsoniga bilan marhamat. Yuragimni bir his o'rtaydi. Qani yo'lim yaqin bo'lsaydi.
ko'nglim har on sizni qo'msaydi. Oyajonim, sog'indim sizni. Keling onam mehmonim bo'ling. Boshim uzra posponim bo'ling. Yuragimga darmonim bo'ling. Onajonim, sog'indim sizni. Yo'l boraman har tong Allohga. Olib tursin sizni panohga. Borolmasam yoyman gunohga. Onajonim, sog'indim sizni. Tonglar qo'lim ochib duoga. İltijolar qilgim Xudoga. Umringizni etsin ziyoda. Oyajonim, sog'indim sizni deb mana shunday chiroyli she'rlarni farzandlar tayyorlagani kelibdi. Qarsanklaringiz muborak bo'lsin tug'ilgan kunlaringiz. Ana endi xayrli so'hba. Men yaqinlarni, farzandlarni so'zlarini sizga yetkazdim. Endi sizning navbatingiz. Yaqinlaringiz mana shu kameralar orqali sizni ko'ryaptilar. Hozir, bugun ayni mavrida marhamat. Bachikoy azizam. Hammaning narsam bilan jo'vitxo. Hammaning bir rahmati kalon sheroson. Javoyxo, Sarxo, Maynaxo, Islomxo, Telnakoy azizam. Dilraboxo. Nafisaxo. Shohidaxon, Storaxon, Domutam, Pohudraxon, Kelinim Hadi, Javanistan, Nigora Oy, Hamne Kotumba, Rahmati Kalon, Iloim Kuşa Karitneton, Bachekotona Uzrashabineton, Çhelmana Hurmatu İzzat Mukuleton, Iloim Allah Shmumba, Afarzandoton, Kim Çamlarva Şuda, Ziyota Şuda Garda, Iloim Hamne kotum peri bada Allah şeyton, peri bahurmat, peri baizat şeyton. Huzur haluati bache kotuna bileton. Judoya man husar şuda man emruz vaniz. Tabrikoya şunda. Hamne kotum barahmati kalon. Elohim sol salomat boşeton, gücü boşeton, sol boşeton. Şutakam moneton bache kom. Hamne kotum barahmati kalon. Memuna koya aziz mun beyam rahmat hamne kotum ba. Bakta kotona ayana kadon beton. Elohim şmonam rozina zaton babon bache kom okati. Monam hizmat kune. Şoma deton. Qarsaklaringiz. Ey rahmat deymiz. Aytib o'tgan yaxshi niyatlaringiz, ezgu istaklaringiz barchasi bo'lishligini so'raymiz Allohdan. Bu hamchining kelin poshoton shohid o'ydim. Shaxsan barishmon. Ya guli xushi bu bitkadan. Ina aznomi man oya poshon bododamonayt guftam. Manba ham tu shavhara dunyo bu ovardagi shuna borosh minnatdorchigimi bildirik kunaytdan. Bachomba dadi mehribon. Manba shavhari umramal davomashba manba hamroh insona dunyo bordagi shuna borosh. Minnatdorchilik tariqasida mana shunday chiroyli gullarni berib qo'yamiz. Marhamat, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Va shu bilan bir qatorda Islomxon bor ekanlar. Uka to'ralari, qanalar o'zlari. Marhamat. Hamotuni xursand kadana mekhog'im guftam. Barish monam. Shaxsan yak padarkoy xushi tayyor kadan. Akoton, nazdikoton, kelin poshoton. Yakta chiza mekhog'im guftam. Qur'oni Karimni berishdan oldin bitta narsani ayting dedilar. Iymonlarini mustahkam qiladigan narsani, Alloh yaxshi ko'radigan kalomlardan birini berib yuboramiz dedilar. Qur'oni Karimni beraman dedilar. Bitta narsani xohlayman. Ukato'rem hamma vaqt Xudoga panoh hashbashaman. Farishtahoya qavramash bashudagardan. Men nag'zinam dovdaraman. Hammayam nag'zmiddagi insonam. Men g'altamam, rejamam, hamma tavarfa. Hamma vaqt yonam bestuda medodagi inson, indodari azizam. Ukato'rem sadbadarom, xursand qadana mekhog'am guftan. Qarsaklaringiz mana shunday ilohiy mo'jizaviy sovg'alar. Siz aziz insonlar uchun muborak bo'lsin deymiz. Ana endi yana bitta kelin poshalari Nigoraxon bor ekanlar. Qanalar o'zlari? U kishi yo'qlar. Shu yerda bo'ladilar deb o'ylab yana bir chiroyli sovg'alar tayyorlanganlar. U kishiga berib qo'yamiz. Yaqinlariga beringlar. Marhamat, sovg'alar muborak bo'lsin. Albatta Nigora kelin poshamizga berib qo'yamiz. Gullarni ham beramiz. Hamma gullarni beramiz. Oya poshamizga beramiz. Marhamat. Mahinaxon opam bor ekanlar. Qanalar?
sizni ham xursand qilishni xohladilar. Hamma shuni diloshini yaxshil giftanamay xo'xam guftan. Chunki mo'g'on kimchan pisar danomı bu yakta erkeği azizamı mo'g'oni otobamon, ona hamma mona regirovka mekagi, agar muxunu kamu buxar mushdagi, yakta chisamogam abadi oyem duyem jibonag'zimdagi insonam mana xoharam. Chunki oyem naboshat, joyi oyemi zelmekagi inson in xohari azizam. Hamma vaqt achoshkadagi vaqtdan ba xoharam do'yi oyemmi biyot guftan. Mandag'ziminam guftan, jigaram guftan. Hiç bağlışnam kunum donistam onan hamma vaqt inkasmadan mehram ba miyoni dukkaftan ba budagi har yak duvonban bursdagi aziz insonam guftan. Qarsaklaringiz mana shunday chiroyli gullar. Mahina xonim siz uchun tug'ilgan kunlaringizni hammaliklaringizni chiroyli kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Ana endi so'z navbatini sizga beramiz, marhamat. Hamotun va rahmeti kamon hamchaba umadagi kheshako yorud mistako hamotun hurmat kada izzat kada umadagutum va rahmat minadormu akikum turbotdagi akikum va nazikotdagi ukikum va hamotun va rahmeti kamon budagutum va shukr hamotun внимание уделить когда коллеги xizmatotun va minnatdorman. Chin qalbimdan, chin yurakdan qadrli eng hayotdagi aziz insonning oyajonini tabriklayman. U kishiga uzoq umr tilayman. Sihat salomatlik. Iloho hech qachon ko'zlarida ham tushmasin. Yuraklari har doim quvonchga to'lib yursin. Shuncha bolalarni katta qilib, voyaga yetkazib, yaxshi insonlar qilib tarbiyalab, har bittamizga bahor bo'lib yurganlar uchun minnatdormiz. Iloyim hammamizni boshimizda sog' omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Hammaga rahmat. Qarsaklaringiz ey rahmat deymiz. Ana endi kelinglar, davramizning eng qizigan paytida sizlarni ozgina yig'latib qo'ydik. Endi xursand ham qilamiz. Tug'ilgan kuningiz sovg'asi birinchi galda nima bo'ladi aslida? Marhamat ko'rsatamiz. Tort bo'ladi. Lekin bu tortning shamchalari oddiy emas. Unga niyatlaringizni bildirgan holda 3 ta niyatashini gufta bukunan hamma niyatashini berasan guftan. Chambadan olsang xayrini soxon oytayım guftagan ba. Biyemiz solashon nesukas hajda badan olsang nappanal duxtarchi yosha tabrik gazet guftan. Marhamat, hammamiz birgalikda tabriklaymiz. Все вместе поздравляем с днем рождения. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, oyim qo'shiq. Marhamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin yana bir bora. Bebashetum, boyaqda tabrikamon, hamin ukekam, islomxonam, chin dil kadi, chin yurak kadi, tabrik mukunam, iloykam. İbrahim xona dunyo ba omadagi ishkati iloyim umrakash darul shavad iloyim dadesh parin ba mani ba obr ba izzat shuda kalon shavad ba hurmat shuda islomxon hamomon kenjemon erkemon in barin bachi dil safed mehribon kam Акимно, окейно, хамо шод ино гархено, ино тарбиошон гархено. Жудоям одама хурмат када, иззат када. Якаса дилаш ба озод додан намехоҳам. Табрик мекунам. Зод рӯзат муборак шавад, умракат дароз шавад. Лекам бачекот калон шуда худи худат бари. Туя хурмат када, иззат када эрка кунам. Лекам ҳамин оема چقدر ارکم کنیتون چقدر ناز می‌کنیتون رویم بچه‌تونم هم خیلی شما ناز دیده تیپی سرش پاپر داشته گفتن هم اتون با رحمت امروز استانخونم دویم پسرچش ابراهیم خونم هفته روزه شد اما یکم پسرچش امرون خون دویمش ابراهیم خون الهی بچه کن کلام شود، مرکب شود،
iloyim bachikosh mo'l shavad kelinamo nigora oy imroz nestan ukas chileshon nabromadagi bilan ba giftan omadim bachikosh okate xona bashti iloyim ukasam sog' salomat medinstitutga tamom kadar doktorina shavan iloyim avsunoshon barin iloyim ukasam ba hurmat ba izzat shavan bachikoshona kalon kunan islomxon kati qo'shiqari kunan iloyim ibrohimxon akamu bahoy qadam shavad bachikam kalon shavad mana hamونم امروز خونسنده‌اش به من خشوکت اشتیم همومو ایلویم همین تویکوش به همومو خطنشی کنیم اونایو باباهایو بابا کلونو اونا کلونو کتی هم میکومو تویکوی بچه کومو به همومو سربرش لگردیمو با همین خیلی مهمونکو کتی به هم بینیم خونسنده‌مو شما بایم رحمت کلون بچه کم جدویم خونسند کدیتون رحمت Rahmat. Rahmat deymiz. Yana bir tug'ilgan kun sohibi Volidxon bor ekanlar. U kishiga ham bir chiroyli sovg'alar tayyorlanganlar. Qani o'zlari? Siz uchun ham bir chiroyli sovg'alar tayyorlagan yaqinlar tug'ilgan kunlaringiz sizni ham chiroyli kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz yaqinlar tomonidan. Sizlarga ham mana shunday ilohiy mo'jizaviy sovg'alardan biri Qur'oni Karimni berib yubordilar. Bitta narsani istaymiz dedilar. Tabarruk boshlari yosh bo'stonlarida sajdadan boshqa hech joyda egilmasin, bukilmasin dedilar. Bitta qarsaklaringiz mana shuni Volidxon uchun berib yubordilar. Tug'ilgan kunlaringiz sizni ham muborak bo'lsin. Ana endi ruxsatlaringiz bilan bitta esdalikda qoladigan chiroyli oilaviy fotosuratlarga tushamiz. Rahmat deymiz. O'ynagan o'yin-qo'llaringiz hech qachon daftar ko'rmasin deymiz. Xayrini so'ppa, shumer kamakak bezotam o'qinayim. Shunga boyak surprizi xushta tayyorishdagi. Faqat inadidan va beyrun birondan bir to'g'ri ber. Qaytarish maqsadida bir chiroyli sovg'alar tayyorlar. Mushakchaslik, salut siz uchun. Kimsalar andishasiz yurganda ortidan g'iybat qilib, amardan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz Tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Aziz hurmat va ehtirom uchun azizlar, barchangizga yana bir bora xayrli kech tilaymiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin yana bir bora. Barchangizga sizlarning e'tiboringizda Hilola Dia pozdravlение agentligi bo'ldi. Tashakkur. Rahmat azizlar. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat.